alaykum do'stlar. Xullas, men bitta xato qilib qo'ydim. Bu xatoni sizlar qaytarmanglar. Mana bu yer katagim, eski kataga joylashgan. Bu yerda umuman quyosh tegmaydi, soyada joylashgan. Ichkariga kirsak, xullas, bu yerda ikkita kurkim bor, kurk. Sidni ham kecha qo'ydim. Oldinroq qo'yishim kerak ekan. Mana bu yerda kurka yotibdi. Mana sveti bor, mana shu yerga ham bitta lampochkacha qo'yishim kerak ekanda. Mana kurka, mana bu yerda drama yotibdi. Ikkalasi ham jo'ja chiqarmay yotibdi. Mana kurkamiz 26 ta tagida tuxumi bor edi. 4 tagina jo'ja chiqardi. 4-chi tagida turibdi chala. Ovozi ham ozgina chiqyapti. Xatolik nimada bo'lgan? Xullas, ikkinchi etajda turibdi. Yuqa faner. Mana bunaqangi sintfon ko'rinyaptimi? Yo'qmi? Mana bunaqangi sintfon qo'yishim kerak ekan. Sintfon qo'yishim kerak ekan tagiga. Tagini issiq qilish uchun, tagini baqlat qilish uchun buni kechagina qo'ydim, to'g'risi. Kecha qo'ydim, nima bo'lsa ozgina yordam bersin deb. Bugun 17-yanvar bo'lsa, ular 15-da chiqarish kerak edi o'zi. Lekin negadir chiqarmayapti. Endi bilmadim. Sizlar ham shunaqa xatolikni qilmanglar. Agar kurk olib kelib qo'yadigan joyi sovuq bo'lsa, mana shunaqangi lampochka обязательно yoqib qo'yinglar. O'zining ustiga bo'lsa, bitta bo'lsa, o'zining ustiga mayda lampochka bo'lsa ham yoqib qo'yinglar. Oldinga salafan tortib. Men nimadan bildim buni? Tuxumlarda aybi yo'q. Tuxumlarni tekshirib ko'rgandim men bir kunligida, necha kunligida. Xullas, urug'i bor edi, urug'i yo'g'ini olib qo'ygandim. Mana bunaqangi kurkani tagidagi tuxumni sindirsam, ular chala jo'ja deb yotibdi. Narigi tomonda ham bitta tovuqcham bor, u ham yotibdi. Jo'jalarni vaqtida chiqaryapti u. Bu yer sal issiqroq narigi tomonga qaraganda, chunki quyosh tegadi bu yerda. Tovuqlar bu yerda yotibdi. Jo'ja chiqaryapti mana. Ikkita chiqarganda boya o'zim ham chillayapti. Olib qo'ygandim narigi tomonda, chunki men jo'jalarni olamanda bir 3-4 kun sal o'ziga keltirib, o'zini tutib olsa, keyin tovuqni tagiga qo'yaman. Yetakroq bo'lsa yaxshi-da, bosib o'ldirib qo'ymaydi. Shunaqangi xatoni qilmanglar do'stlar. Maslahatcha. Rahmat.